Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 4-avgust kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. AnjirPay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. AnjirPay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Bunga ko'ra dollarning rasmiy kursi 29 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 11.989 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.198.946 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 54 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 13.815 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.381.545 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.94 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 149 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 149.480 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0.03 tiyinga ko'tarilib, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25.270 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun alohida kattakon rahmat.